Bugun karis qaynonam tofudan ajoyib karischa salat qilishni o'rgatadilar. Birinchi sousini tayyorlab olamiz. 2 qoshiq quruq qalampirga 1 qoshiq shakar qo'shib, 4 qoshiq soyavoy sous bilan 1 stakan suv qo'shib olinglar va albatta 1 qoshiq maydalangan chesnokdan qo'shib, oxirida esa qora qalampirdan ozgina sevoramiz va yarimta piyoz bilan ozgina ko'k piyozni shunaqa mayda qilib ichiga qo'sharsanglar juda ham mazali chiqadi. Shuni to'g'ri bo'lgandan keyin qo'shib yaxshilab aralashtirib olinglar. Biz 1 kilolik tofudan 500 gram tofu ishlatdik. Shuni qilib tofuni ochib, muzday suvda yaxshilab chayqab olinglar. 500 gramli tofuni olib, shunaqa shaklda to'g'rab chiqinglar. Va skоворodkaga shunaqa yog' qo'yib, yaxshilab 2 tomonini qovurib chiqinglar. Tofuni sal ko'proq qovurish kerak. 20-25 minutcha qovursangiz shunaqa sarg'ayib pishib chiqadi. Har tomonini 20 minutdan qovurib olganingizdan keyin shunaqa rangi o'zgaradi va oxirida shuna sousini qo'shib yana 5 minut birga qovursangiz bo'ladi. Shuna qilib mazali va foydali tofu salatimiz tayyor bo'ldi. Buni guruch bilan yesangiz juda ham mazali ketadi, yoqimli ishtaha.